Assalomu alaykum Savdo.uz muxlislari. Xudo xolasa reklamalarni qilamiz inshaalloh. Oldin ozgina Ulug'bek gapim bor. Mayli. Xudo xolasa shuni o'ylab qo'yganman. Rahmatnomamiz bor xalqimizga. Namangan xalqiga eng katta rahmatimiz bor. Alloh rozi bo'lsin ulardan, dehqonlardan, hammalaridan. Mana shu internetdan bizdan ishonib olganlari uchun. Olib borib bera turganimiz uchun Namanganga, Andijonga, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzaxga, Sirdaryoga hammasiga bizni eshitib turganlarga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Shunchalik ishonib, labzimizga ishonib, aka chiqarib yuboring Abdulaziz aka. Biz sizga ishonib turganlarga rahmat. Umri uzoq bo'lsin. Bizni labzimizga ishonib, shu molimizga ishonib, internetdan chiqarib yuborib turganimizga Alloh rozi bo'lsin. Ishlariga omad hammalarini. Hammasini rost gapiramiz, to'g'risini bugun gapiramiz. Reklama qilmasimizdan oldin shu gapni aytib qo'ydim. Eng Namangan xalqiga meni nomimdan Alloh umrini uzoq qilsin, hammalar oilalarni tinch qilsin. Gap yo'q. Ammo eng nomerali Namangan va skuter bo'yicha olgan ko'proq xalqimiz. Shuni aytmasam bo'lmaydi. Nimaiki biz ham aytishimiz kerak. Olib turgani uchun rahmat shularga. Bo'ldi. Abdulazizxon bo'lmasam biz bir boshdan tanishtirsa boshlayveramiz. Bir boshdan boshlaymiz. Ulug'bek hammasini kilogramlarigacha hammasini aytamiz. Joyimiz Qo'qon shahri, Yangi bozorda oldida, Qo'qon shahri joyida adresini aytmayman. Qolganini lokatsiyani tushuntirasiz. Kelishganda aytamiz, xolasalar jo'nataveramiz. Qarang Ulug'bek. Joyimiz kattaligini hisobiga material ko'p. Sig'mayapti. Bu yerdan boshlaymiz. Bu safar birinchi yerdan boshlaymiz. Bu ham yangi kelgan material 1 tonnalik. Hop. Rangi mokriy rangi bor, qora rangi bor, voyinli rangi bor, ko'k rangi bor. O'zi mana shu rang ko'k hozir. To'rala svetidan bor. Narxi $1100 ga dastlabkasi bilan boradi. Hop. Akkumulyatorlar 65 likdan 6 ta, yangi. Xolaslar tepalarida borib qo'yib beramiz. Qisqacha tezlik, masofa, amper, akkumulyator. Hammasi 40-50 kilometr yuradi xolos. 1 tonna deymiz, 300 kilo, 400 kilo ko'taradi xolos. Xo'p. 1 tonna ko'tarishiga endi men bilmadim. 1 tonna deb aytiladi. Mana uni oldinlarni ko'rsatdim. Narxini aytib qo'yaylik. $1100 ga dastlabkasi bilan boradi. $1100 bilan vodiy bo'ylab dastlabkasi sizdan. Bor, Andijon, Namangan, o Jizzax, Qashqadaryolarga boshqacha kelishuv bo'ladi. Faqat Isuzilar olib borib bersa arzonroq tushadi. Bo'ldi. Kelishamiz. Uni ham arzon qilib gaplashib bering. Sizdan chiqsa arzonroq qilamiz, to'g'risini gapiramiz, hammasini. Davom etaveramiz. 1 tonnalik deydi. Bu ham 400-500 kilo ko'taradi. Bu o'rta sal chuqurrog'idan. Hop. Bu 5 taligidan, miyasi 2000 lik, motori 1800. Akkumulyatori 70 likdan 6 ta. Oldi jitki tormizlik, uni ham oldi jitki tormizlik, buni ham oldi jitki tormizlik. O'tib ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ldi, jitki tormiz ko'rsatamiz. Xo'p, buni narxi $1150 ga boradi dastlabkasi bilan. Xudo xolasa, bu ham yaxshisidan, zo'ridan. Buni borti balandroq ekan. Borti baland, chuqurida. Bo'ldi. Tushunarli. Bitta ko'rsatib, tezligi shu standart. Keyin balki ko'tarib yuboringchi. Tezligi shu standart. 40-50. Tezligi 55, 60, 50-55 yuradi. Masofasi 40-50 kilometr yuradi xolos. Ramalari, dvoyni hammasidan dvoynidan ketgan. Akkumulyatorlari ham qo'yilgan. Xo'p. Tushunarli. Shuni oxiri pastidan. Hop. 5 talik bu ham 5 taligidan bu $1100 ga boradi. Bu ham baquvvat. Bilgan odam biladi buni. Olib borsa mehnatni moldek qilgandan yaxshisidan bu ham. Oldi jitki tormizlik, oldi basharasi buna ko'rinishda. Mokriy rangi bor. Buni mokriysi, bunisi qorasi. $1100 ga boradi aka. Xudo xolasa, yaxshi material, ishonarli, garantiyasi ham bor 1 oy. Yozib beramiz akkumulyatorlariga. Almar aka bitta tayinda ko'tarib yuboring, buni ham bitta ko'rib qo'ysin. Mana. Aka, hali taylarni ochib ko'rsatmabsizlar deganlarga miya motor 1870 lik akkumulyatordan 6 ta toza, hech qayerda aldov yolg'on yo'q, damkrat kulish, zapaska balon bor.
Demak, hamma narsasi haligi, bor. 3 ta listligidan ekan. 3 ta listligidan baquvvat. Oldida mana nimasi bor, to'siqchi bor. Yaxshi material olsa baraka topadi. Bundan ham tugayapti. Narxini aytib qo'ydik, yana bir bor. $1100 mana shunisi boradi, unisi $1150 ga boradi, oxiri chuquri. Bo'ldi, tushunarli. Davom etamiz. Xo'p. Aka 220 ligi, 1,5 tonna deydi, 1 tonna ko'taradi. Hop. 1,5 tonnaligi, 220 ligi bugun hozir chiqdi, yangi. Akkumulyatori 65 likdan 5 ta. Miya motor 1800. Bu hali qarinidan, eski yipskasidan, baquvvatidan. Bundan hech kimda yo'q. Buni 220 ligidan yo'q. Hali oxiri uzun Salonda deganlar oching. salonda ochamiz. Mana 2 kishi antenna o'tiradi aka. Poliglari, obshubka, yumshoqqina suyangichlar, orqada oynasi bor, ya'ni yukini ko'rib ketaveradi. Avtomobil rul. Ha, nimaga ishlatgani yaxshi. Obshubkalar bor. Mana ikkita olib chiqib qo'ydik. Yangi hozir sizni kelishingizga skalatda akkumulyatorni ham ulamadik. Oladigan bo'lsa ulab beramiz borib. Hop. Mana 2 mana narxini aytib qo'yaveramiz bo'lmasam. $1400 dastlabkasi bilan. Aha. $1400 dastlabkasi bilan 220. Qalinligi ham qalin, listlari ham, teglari ham qalin. Bu haligi bilgan, o'zi ishlatib yurgan, baquvvat degan, oxiri uzun, orqasi deganlarga bu. Bo'ldi. Yaxshisidan, Uzunidan kerakdiganlarga. Uzun degan haligi kalta, buni yosh katta odamlar biladi, haligi olib ishlatgan. Tushunarli. Endi haligi baland bas og'iri, sal pastrog'i, lekin uzunligi yoniga nima qilsa o'sha. Davom etaveramiz. Xo'p, 500 kiloligi. 500 kiloligi. Buni eski vipska bu ham. Bu ham. Mototsikl rullik. $1100 ga boradi. Bu ruli endi anaqa shoxlidan ekan-a? Ha, narxini qimmat aytmayapman. Narxini qimmat aytmayman. $1100 ga 3 xil sveti bor. Mokrisi bor, qorasi bor va mana bu. Mana shu chiroyli sveti bor. Hozir skalatda bor, olishsa. Ayting, yana bir bor narxini ayting. Akkumulyatori 5 ta. Hop. $1100 ga Namangan, Andijon, shu yaqin Farg'ona qayerga bo'lsa, dastlabkasi ichida boradi bizdan. Mototsikl eski vipskasidan yaxshisidan bu. 500 kilolik. Ma'qul deysa, uydan sanab berishaveradi. Sanab berishaveradi, shart emas. Oldindan pul tashlash, uyda bu-uyda yo'q. Borgandan keyin berishaveradi. Ko'rib olishadi. Shu material boradi, akkumulyatori yangi. Bo'ldi. Bexijolat. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, nomerlarni qo'yib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni Abdulazizxondan olaverasizlar. Yangilik. Aka qarang, Jempin nima deyaptimi? Yonib, bu kechqurun yonib turadi, mana mo'lari bor-ku. Aha. Yonib turadi. Hop. Akkumulyatori 45 likdan 5 ta, 45 likdan 5 ta. Yangi keldi. Yaqinda yozda ham sotdik o'tgan yili. Aha. Yana keldi svetlar haqida. Keling aka bo'lmasa. Anvar aka. Mana oldi tarafidan ko'rsataman. Ixchamgina. Juda ham ajoyib. Mana akkumulyator mana bu yerda, mana 45 likdan 5 ta. Hop, 45 likdan 5 ta. Pulchatori bor. Aha. O'zini shu Jempinni yozuvdi akkumulyator o'ziniki, zavodskoy. Obshubkalar, tomi ham obshubkasi bor. Bor. Keyin bu hamma joyi temirdan. Keyin qopida salafani ham bor. Temir-a? Ha. Buni salafani Anvar aka salafani ham bir olib chiqib ko'rsatib o'tib ketaman. Qarang, Ulug'bek, bunday o'tirsam bor-ku. Bemalol keng ichi. Mana tiqilib qolmaydi hech kim. Hech kim tiqilmaydi. Buni yonida salafani olib chiqishadi, yonida salafani ham bor. Bu o'sha o'ziniki, qo'shib beriladi. Zavodskiy o'zini keyin mana bu yerda mana nimalari ham bor. Endi kichkina bagajchasi bo'lsa ham bor. Hatto kitobchalari ham bor ekan, buni qarang aka. Bunisi ham bor ekan, zaryadniki ham o'ziniki ekan, mana shu Zavodskoy. Eshitmayasiz, tiyilmaydi shu. Bu zavod-a? Bu zavod, mana unisi yangi chiqibdi. Men o'tgan yili bunaqa basida yangi pasonda kelibdi. Keyin bu yerda suv qo'ygan joyi ham bor ekan. Hali endi ko'rib qoldik. Aytdim, suv qo'ygan joyi ham bor ekan. Xo'p, devorniga hamma joy ishlaydi. Hammasi bor. Aka, buni salafan o'zini Zavodskiy Jempinni qopi ham shu nima yonida salafani ham bor. Ha, mana bu yerga ichiga solib qo'yamiz, ketadi. Masofa, amper, akkumulyator. Aka, bu qish kunida 60-70 kilometr yuradi. Yozga borib 20 kilometr qo'shiladi, adashmasam inshaalloh. Xo'p, narxi $1300.
dastlabkasi bilan jo'nataveramiz aka. Bu sharoitida 8 soat 10 soat davomida to'ladi. To'ladi. Aka ranglari har xildan bor. Baydir maloshnisi bor. Endi mana shu ranglarida, endi zangormi, yilarimi shu. Mana bu rangingiz bor aka. Bu largo, bu boshqa narsa. Salafani yo'q, uzunroq. Bunisi $950 boradi Ulug'bek. Dastlabkasi ichi Namangan, Andijon shu yaqinlarga. Bu ham akimlar saga diskali. Old tarafdan ham oling mana. Mana bunisi $1000 boradi. Mana bunisi salafanlik. Mana ichi buniki sal kengroq, mana ochib qo'yilgan. Mana ichlari ham boshqacha mana. U nimalarni ham farqi bor ekan. olsangiz bo'laveradi. Unaqalarni ham olsangiz bo'laveradi mana. Ichlarini ham deb ko'rsatib, Buni monitori katta uzundan ekan. kattaroq, Sideniyasi ham katta, kengroq ekan. kengroq. Mana Mana baland ekan. baland. Buni narxini qimmati hech qaysini qo'yganimiz yo'q. Odamlar qishki kunida qiynalib, hammaga ham oson emas. Shuning uchun narxini qimmat emas, $1000 dastlabkasi bilan boradi. Shu ichida. Bu ham yaxshisidan. Narxi $1000 dastlabkasi bilan boradi shu holati. Demak, $1000 dastavkasi ichida tentlari bilan Shunday boradi. mana shu boradi vodiy bo'ylab. Voyday Shuni bo'ylab. aytib qo'ying. Ha, bexijolat ko'ngillarni to'qqisin, garantiya qog'ozi bor 1 oyga. Tushunarli. Orqadagi qanchaga yetib boradi? $950 ga boradi. Qanchaga? $950 ga. $950 ga. Salafani yo'q xolos uni. Salafani yo'q. Bunisidan bu kattarog'i. Aha. Endi kimdirlar ixchamrog'ini xohlaydi. Xolosa bu Ha, shunaqa. Qarang. Yadiya firmasi zo'r. Yo'q, buni ham salafani bor. Bunaqangi qop deb aytdilar. Mana shundan bor. Tayyorda turibdi. Bu ham shundan. Mana shunaqangi qopi bor, yonida salafani bor. Salafani bor. Bu yadiyasi jicha narxi ham qimmat, sifati sal kuchliroq. Puli qimmatroq. Originalda endi, original yadiya. Endi buni yurganlar, eshitganlar biladi. Buni narxi $1300 ga boradi dastlabkasi bilan. $1300 ga yadiya boradi. Sababi bu eng originali bu. Bu ham. O'sha sal sifati yaxshirog'i, to'g'risini aytib ketyapmiz, hammasini bir boshdan, hammasi puliga yarasha. Shunday puldan nima qilishmasa, bundan bo'lmasa, bu ham yaxshi, hammasi Xitoydan keladi, faqat endi buni sifati sal o'ziga yarasha. O'tib ketaveramiz endi nima deylik. Xo'p. Kilyonkalik, 3 g'ildiraklik, orqasi yuk tashiydigani bor aka. Mana. Aha. Qarang. Mana aka. Bagajlik endi. Bagajlik bo'ladi. Bunday qilsa, mana bunday bo'lsa, mana. Mana bunday bo'lsa, sirena bo'ladi. Mana. Bunday qilsa, o'sha idish bo'ladi. Yozda olib qo'yishaveradi. Yozda olib qo'yishaveradi. Narxi $800 ga boradi. $800 ga narxini qimmat qo'ymayapmiz. Har bittasini oladigan qilib qo'yyapmiz. Qimmat qo'ymayapmiz. Sababi sheki kelsalar ham shu narxda oladilar xolos. Ular qimmat qo'yganimiz yo'q. $800 ga dastlabkasi ichida. Kabinkaga o'tamiz. Kabinkani yangisi keldi. Mana bunisi 5 taligidan $1350 ga zapaska balon, 1 oy garantiya qog'ozi, hamma narsasi bor. Yangi keldi. Ichlari ham bu Ulug'bek ichlarini ham erinmay olingda. O'ta sifatliga qarang. Вообще nomeradi. Zo'r. Bejoy. Ha. Mokriy rangi. Avtomobil rul. Avtomobil. Miya motori 1858 lik akkumulyatordan 6 ta. Hammasi 40-50 km. 70 lik degani ham o'sha ichi 58 lik. Bir tonna deymiz, 400 kg, 500 kg ko'taradi bu ham. $1350 ga boradi dastlabkasi ichida. Namangan bodiy bo'ylab $1350 ga boradi. Qolgan bo'lib kelishiladi. Ha, garantiyasi ham bor buni ham. Hammasini garantiyasini beramiz, yozib beramiz, jo'natib yuboramiz. Buni hali oxirgi chuqurligidan $1250 ga boradi. Pol kabinkasi Ulug'bek. Oldi pol kabinkali 70 lik akkumulyatordan 6 ta, miyasi 2000 lik, motori 1800, 5 talik polisidan
kurzovoyi chuqurroq 1 tonna deymiz, 400-500 kilo bu ham ko'taraveradi. Yengil yelpi solib ishlataveradilar, nagruzka qilmaydilar. $1250 boradi. $1250 boradi. Oldi pol kabinkalik, baquvvat, jiddiy tormizlik. Mana bo'lsa $1200 boradi. Dastlabkasi ichida Namangan, Andijonga, Izboskamgami, Paxtaobodgami, bag'i Nanegami boraveradi. Motor tepaliqqa ham chiqib ketaveradi. U ham, bu ham. Garantiyasi bor. Zapaska balon, miya motori 1,5 ming, akkumulyatori 65 dan ortdi. Damkrat kulish hamma narsasi bor. Bir oy garantiyasi bor. Yangi kelgan. Oldi pol kabinkalik, mana ko'rinishlari, jiddiy tormizlik. U 1800, 2000 deydi, hammasi bir go'r. Hech nima rol o'ynamaydi. Kerak bo'lsa 1800-2000 likdan buni ham o'zi kuchli. Buni zavodi ham yaxshi. Loyan zavod yaxshi. Olganlar ham bor, o'zi tugayapti. Mana unga o'tamiz. Sizga ancha bugun olib chiqib qo'ydik narsalar, tashqari ulug'bek bir maza qilib video qilamizda, odamlarga kengroq tushuntirish uchun. Xo'p, narxi $800 ga dastlabkasi bilan boradi. Oldi jiddiy tormizlik, aka qarang. Mana bunday qilsa yuk bo'ladi, mana. 300 kilo deydi, aka 200 kilo ko'taradi. 300 kilo deydi, 200 kilo ko'taradi, aka. Baloni diskalik. Narxini qimmat qo'ymayapmiz. $800 ga dastlabkasi bilan boradi. Xolasalar buni undan ham bor. Mana o'zi $700 ga boradi, aka. Bu ham shu idish bo'ladi. Mana. Bu 150 kilo, 100 kilo ko'taradi, 200 kilo deydi. Buni unisi, aka, $700 ga dastlabkasi bilan boradi, aka. Lo'bo joyga. Bu ham akkumulyator 32 likdan 5 ta. Xolasalar bundan olishsin. Mana ham. Qarang, ikkalasi ham bitta narsa. Faqat modeli boshqacha xolos. Narxida farqi bormi? Yo'q, ikkalasi $800 dastlabkasi. $800 dan dastlabkasi ichida. Ha, boradi. O'zi sezon kelyapti. Tugab qoladi, olib olishsin. Ozgina qolgan, bundan ham yangi boradi. Yangi yog'i bilan boradi. Hammasidan bor. Aka, kabinkalar $1350 dan boradi dastlabkasi ichida. Zapaska balon, damkrat kulich. Mana bu kecha ko'rsataverasiz. Aka, ko'rsatavering, Lo'boy narxini bir xil qilib qo'ydik. Kerak bo'lsa akkumulyatorning tepasi miyasi 2000 lik, motori 1800, 68 dan 6 ta. Tepani 58-68 rol o'ynamaydi. Hammasi 40-50 km yurib bera xolos. Mana işte hammasini reklama qilganim 40-50 kilometrdan o'tmaydi. Hali kelib olib telefon qilib 1800 deb ekan, 1,5 minglik ekan, uki demasinlar. Hammasi o'ziga yarasha ishlayveradi. Hech hammasi tortadi. Miya motorlari ham zo'r. Mashinachamiz. $2050 ga boradi dastlabkasi bilan. Dog'olasi 4,50 dan, aka. Salonni, yaxshi, o'toli, ko'rsataylik salonni. Xo'p, ko'kimtir obshifkali ekan, ha? Ama baquvvat, вообще. Tarinovkaligi ham bor, motori, mashina rul, chexol, obshifka, oynasi bor, tomi bor, rangidan bor. Endi hammasini olib chiqib mana yoqqa tergani biza vaqtimiz yetmayapti. Mana u tarinovkaligi o'rta, ulug'bek. $2050 ga boradi dastlabkasi. Andijon, Namangan shu Qashqadaryoga bas, Samarqandga bas. Tarinovkaliklari ham bor. Ulug'bek. Bu gelivigi, mana gelivigi. Xo'p. Yo. Unisi litionli bo'lishi kerak aka. Unisi litionli. Mana unisi qarang, $2050 ga boradi gelivigi. 50-60 km yuradi mashinacha. Bu gelivig akkumulyatordan 6 ta 68 likdan mashinacha. Shu spravkalari bor. Ikkisi bo'ladimi? Ha, men oldiga ham ikkisi bo'ladi. Qarang, bunisi bunisi $2050 ga boradi. 2050 ga yetib boradi. Ha, bunisi 2350 ga boradi. Qaysi biri? Bunisi litionli akkumulyatori. Qarang, bundan 40 km, 30-40 km raznica qila xolos, ikkalasi yurishi. Buniki litionlik, buniki gelivig akkumulyator. Xolasa bundan olishsin, xolasa undan olishsin. Ikkalasi ham ichi ham bir xil, faqat akkumulyatorda farqi bor xolos. Shu spravkasi bo'ladi. Dokumentini qilib beramiz, keyin chiqib ketadi. Olishsin. Demak, bu gelivig.
Yo'q, bu litionli. Bu litionli. 100 kilometr Bunisi yuradi. geloy. Bunisi 60 kilometr yuradi, 70 kilometr yuradi. Ko'proq yuradi. Ha, Qancha Bunisi- yuradi? 100 kilometrga yaqin yuradi. Mana bunisi. Narxi $2350. 50 dollar. Dollarga litionligi boradi. Ammo orqalari ham vobshe chiroyli do'tida, qarang. Vobshe. Ammo minib ko'rdim, Ulug'bek rosa zo'r ekan. Hali to'kilib ketayotgan, sharaqa shuruq bas ekan. Yo'q. Menga ishonishaversin, men o'zim chetda minib ko'rdim shu mashinachani, tezligi ham yaxshi ekan. Ishonishaversin, bizga ishonsa bo'ldi. Biz aldamaymiz. Davom etamiz-da, baqa keling aka. Bu yerdan davom etamiz aka. Aka 500 kilolik pol kabinkamiz. Aka $1000 boradi pol kabinkamiz, jetkiz tormozligi. Pol kabinka 500 kilolik yangi chiqdi bu ham. $1000 dastlabkasi bilan boradi Ulug'bek. $1000. Voyenniy rangi bor, qora rangi bor Ulug'bek. Buni erinmay qilyapmiz, oxirigacha ko'rishsin. Har bittasini erinmay qilyapmiz. O'sha tushuntiryapmiz. Mana bunisi 300 kiloligi. 300 kiloligi. Xo'p. $870 $880 boradi. $880 300 kiloligi. Pol kabinka, voyennisi bor. Voyenniy rangi bor. Ko'ki bor o'rta. Mana. Mana bunisi $850 boradi. Bu hali ishichaligida. Endi olib qo'yaylik, hali tashqarini ko'rsatdi, o'sha pol kabinkasi. Mana 500 kiloligi $950 boradi. U bilan buni farqi mana u 500 kilolik. U jetkisli magnitofoni bor. Bunda magnitofoni yo'q, jetkiz tormozi yo'q. Bundan bu oddiy. Bunisi oddiyroq, unisi sal o'sha narsalari bor. $50 arzon, 950 ga boradi. 500 kilolik pol kabinki. Davom etamiz. Xo'p. Jemping hali rangidan ham bor. Haqiqiy молочный. Haqiqiy молочный. Endi gaplashib o'tdik-ku, mana shu молочныйsi. Bundan ham bor. 500 kilolikda ochig'i o'rta. 500 kilolik ochig'i, jetkiz tormozlik. Bo'lsa haqqa bo'lsin. Xudo xolasa, foydamiz yar. $900 dastlabkasi ichida boradi. Akkumulyatorlari ham ulanmagan o'rta. Kilogramm 500 kilolik. Sizni hurmat qilib, bizni hurmat qilib olishyapti, biz ham hurmat qilib narxlarni qimmat etmaymiz, xudo xolasa. Yadiya firmasiniki. Xo'p. $1200 ga boradi. Yadiyaniki. Bu ham 1 yil garantiyasi bor, mana uniki Yadiyanikida. $1200 dastlabkasi bilan. Ichida. Yadiya firmasini o'zi odamlar biladi. Rangi qorasidan ham bor, beramiz, olishsa. Xo'p, Yadiyaniki. Yadiya firmaniki. Yadiya firmaniki. $900 ga boradi bunisi. Ha, mana Yadiyaniki. Mana. Bu 950 ga boradi, oxirgi narx. 950 ga boradi. Hamma narsasi bor. Garantiyasi 1 yil bor buni ham, ochig'i. Endi qimmatroq, lekin sifati yaxshiroq. Ha, endi shu Original firmada bor. originalda. Endi shu ancha puli $100, $200, $150 qimmat bo'lyapti. O'shanga yarasha ishlab beradi bular. Endi narxiga mana shu $800, hop. $800 ga boradi. Haligini ko'rsatganimizdan. O'rtaq keling. Mana $700 dan boradi 200 kiloliklar. O'sha orqasi idish bo'ladi. Akkumulyatorlari ham qo'yilmagan, mana. Ha, mana. Qo'yib beramiz. $700 dan. Qaysi? Mana bu ikkachada. Har xil rangidan bor. Jetkiz tormozlik. Mo'la o'sha $800 dan boradi. O'sha tashqariga olib chiqib ko'rsatganimizdan. Xo'p. $950 dan. $950 dan boradi ochiqlari. Bashgacha. Bunisi $1000 ga boradi, o'sha salafanligi. Tentligi. Ha. Mana bunisi $350 ga boradi dastlabkasi ichida. Jetkiz tormozlik, orqasi ham jetkiz, kartaga yonadi. Bu ham garantiyasi bor. Akkumulyatorlari yangi qo'yilmagan. $350 ga dastlabkasi bilan boradi, любой joyga. Bu kelsa arzon. Xo'p.
Mana shu yerimiz qoldi xolos. Pol kabinka tank balon. 1150 dollarga boradi dastlabkasi ichida. 1150 ga dastlabkasi ichida boradi, 1 tonnalik, 400 kg 500 kg ko'taradi xolos. Xo'p. Mana shu kecha ko'rsatamiz, rang shikkacha ekan. Pol kabinka 1200 dollarga boradi, 1 tonnalik deganimiz. Tank balon 1120 dollarga boradi dastlabkasi bilan. Xudo xolasa bo'ldi. Maza qilib gaplashdik, savdolashdik. Manzil shu Yangi bozordan shunday kelishganda, mostdan o'tgandan keyin Qo'qon shahri 500 kilometrdan keyin shu o'ng qo'lda Largo Motors mana do'konimiz. Kelib bemalol xolasalar shu yerga kelib olib ketishsin. Xolasalar olib borib beramiz. Hozir benzin nima ham, metan ham yo'q, gaz yo'q. Agar olib borib beringlar desalar, olib borib beraveradi. Shopirlarimiz bor. Pulini aniq berishaveradi. Hech ko'ngillarni xotirjam qilsinlar. Yolg'on yo'q, aldov yo'q. Shu ko'rsatganlarimiz hammasi qaysi biri xolasa borishaveradi. Mana shuni ham bitta ko'rsatib qo'yay. Eng yaxshi ko'rgan materialim shu. Mana shu. Eng chempioni shu. Hozir 10 ta 15 ta qoldi xolos, tugadi. Hali keladimi yo'q bilmayman. O'sha 1100 dollar deganimiz. 1100 dollar. Ammo material bor-u, Ulug'bek haqiqatdan ham olgan odam baraka topyapti. Yetib borish bilan shu narxmi? Ha, materiali zo'r. Buni bu Namanganlarga ham rosa ketdi, Andijonga ketdi. Odamlar maza qilib minyapti. Xudo xolasa yaxshi. Hammasini tugatdik, gaplashdik. Xudo xolasa inshaalloh savdolarimizga baraka bersin, olgan odamlarga markablar xayrli qilsin, yaxshi kunlarga ishlasin.